Qishlog'imiz boshqa qishloqlardan unchalik farq qilmaydi. Bizda ham odamlar ishlashadi, dam olishadi, uxlashadi, yayrashadi. Faqat ham qishloqlarimizda ajoyib odatlari bor. Bir-birlariga hazil qilmasdan turisha olmaydi. Bunday hazillarni qanchasiga guvoh bo'lmadim deysiz. Ammo hazillardan maqsad bitta: kulish. Kulganda ham beg'araz kulish. Devor qo'shlar Xotam Sodda bilan Anvar Shum o'rtasida bo'lib o'tgan hangomalar ham aslida arzimagan bir hazildan boshlandi. Qilig'ingizdan qursin ha. Qaramading, kirib kelyapman bilmaysan. Shunmi yo o'ngimmi? O'zingizmisiz dadasi? Ha, eringni ham tanimay qoldingmi? Kun botmay, el yotmay kelvoribsiz dalada. Bunaqa odatingiz yo'q edi-ku. Qanday saharlab ketib, qoq yarim kechada kelasiz. Bugun qanaqa kun? Qanaqa kun? Bayrammi yo hayitmi? Bugun hayitam bas, bayramam bas. Bugun meni pahlavoningni tug'ilgan kuni bugun. Voy o'lib qo'ya qolay, rostdanmi? Ha? Hay, dadasi? Ha. Yodimdan ko'tarilibdi-da. Rostdan tug'ilgan kuningizmi? Hay, qutlug' bo'lsin bo'lmasa. Senga Xudoyim es bermagan. Senga jag' bergan. Ha, shunday kunda ham esingdan chiqarasan bo'lmasa. Hamma es yig'ishtirib Xudoyim ham sizga bergan. Ha, Xudoga. O'zingizni ham tug'ilgan kuningiz bu yil esingizga tushib qopti-yu. Biror marta ko'rganmi-yo, bolalar bilan dasturxon atrofida nishonlaganingizni? Men qaram. Men raza sezonda tug'ilganman. Ha. Ish bilan bo'lib, esimdan chiqib qolaveradi. Mana esga tushdi, keldim. Ha, endi sizni onangiz naq dalada tuqqan. Dalada tug'magan. Shiypoyda tuqqan, shiypoyda. Baribir emasmi? Og'zingga kelgan gapni gapiraverasana. Men qara o'ringizga qara, mana. Reisni o'zi shaxsiy qo'li bilan men sovg'a berdi menga. Mana ko'r. Qani? Tepib, yirtib changitib keyin dedi, mana. O'ri shunchalik bo'ladi. Savil. Sovg'aga shu etingni berishdimi? Yana qozoni etiga. Shuni berganiga shukr qilmaysanmi ko'pchilik ichida? Gugut olganlarni aytgan. Sovg'amish. Kiyib ko'rsanmi, jicha kichkina. Olib qo'yur. O'g'ling katta bo'lsa, yoniga yana bitta ketmon ham qo'shib bermabdi-da, Komplekt bo'lardi. 3 yilda badalda bitta etikni aldab berib qo'ysa, xursand bo'lib yuribsizmi, Peshanam qursin. Voy, menga qara. Oppoq ko'ylaklarni kiyib olib qotlandingiz. Hammomga ketyapman. Bir borib cho'milib, yuvinib kelayin. Hammom ishlayapti ekanmi? Voy, bir haftadan beri xo'jaligimizda tekshiruvchilar bor. Choyxona ishlayapti, novvoyxona ishlayapti, maktab ishlayapti, bog'cha ishlayapti, hatto hammom ham ishlayapti. Tug'ilgan kunimda bir qushdek yengil o'rib, mazaq keladi ketyapman. Tag'in cho'milaverib oqyam bo'lib ketmang. Menga qara, ko'p gapirma, sovunni to'p ber. Tur. Sovun. Sizga sovun topib beraman, Birdekida menga sovun ko'tarib kelib qolgan odamni do'qurasiz. Kirpir yuvgansan-dur, axir olib kelib o'sha sovunda. Qarang, bolalarni kirini yuvaman. Seni yarimtasini ber. Bermayman. Yo'q, sovun. Mana sovun, mana sochiq. Ha, hozir. Tez yuvinib kela qoling. Mayli. Kelishingizga do'ppidekkina osh tayyorlab turardi. Ha, rahmat. Men shu oxirigacha ko'rib olay. Voy! Mana uning yana dorilab qoldi-ya. Hatam keldi shekilli traktor bilan tarilladi. Voy, yana nima balo bo'ldi? Endi bitta yaxshi narsa bo'lay desa. Ko'ray desang, eshigini tegib olib tar qiladi. Ha, o'chirib qo'yib ketsa o'lar.
Hey, traktori buzuq, traktori buzuq. Ha buzuq olsa menman. Akimlar o'tirib qoladi o'chirsa. Ha, aytgandi. Hay dadasi. Bugun uni ham tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni? Ha. Sen qayerdan bilasan? Buvingiz aytuvdilar. Nima dedilar? Chukurona to'yi kuni 5 yoshga to'lgan ekan Xotam aka. Ha. O'shanda siz tug'ilgan ekansiz dedi. Men tug'ilgan ekanmanmi? Hozir tug'ilganiga pushmon qilaman. Yo bu ko'chada Xotam traktor minadi. Yo men televizor ko'raman. Hay dadajonisi, sen uyalsiz qo'ni qo'shlardan yana tug'ilgan kunida ya. Assalomu alaykum, qo'shni. Bormisiz? O'zingmisiz? Ha, bu nima it yetalab qolibsiz? Bu tazyor. Ha, traktorga belayapsiz buni? Bu masalki. Ko'rding-ku, 3-4 martadan boshqa juda zerikdim. Hali salarka o'g'illardan. Bir piyola choy ichib digilim cho'p, hamma o'zi shumoqib ketyapti. O'shandan keyin mana shuni astronom bo'yicha topshirib bergan. Ajoyib kashfiyot qilibsiz. Bu kallabas g'ij-bij aql aka. Buni endi bu kashfiyotingizni-da ommaviylashtiramiz aka. Qanaqa? Qanaqa qilardik? Bu tumandagi hamma traktorchilarni chaqiramiz. Mana shuni ko'z-ko'z qilamiz. Ana unda keyin siz ham ko'tarib ketasiz aka. Qo'ysangchi, bosh og'riq. Nima aka? Assalomu alaykum. Bir minutga. Yo. Qo'llarini olib yangilik bor, yangilik aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz o'rtoq? Salomatimisiz? Yangilik bor-da aka. Xo'sh. Aytsam hayron qolasiz. Xotamjon akam bir kashfiyot. Kashfiyot. Hozir mana shu nima aka? Kim mana shu? Kim emas bu, nima it bu? Ya, itki? Bu sizlar aytgan it emas-da bu. Bu ajoyib it. Bu qorovul. Qanaqa qorovul demaysiz? Traktorni ko'riladi. Ya, qanaqa qorovul deng. Bu tegin qorovul. Odamlar kulyapsanmi? Ya aka. Men mana shuni yuvaylik demoqchi. Yaxshi. O'sha yo'ldan qoldik bunda. Yo, Anvarjon, shunda ishimiz zarur ekan. endi. Shunda ish kelar. Nima degan bitta gap ayting? Ish o'lganda ham tugamaydi aka. Bu kashfiyotni yuvmasak bo'lmaydi. Asli boshqa sabab. Qarash, tushunmayapman. Nimani yuvmoqchilar? Traktorda? Aka, hozir tushuntirib beraman. Kashfiyotda aytyapti, kashfiyot. Bir minut qulasam, hozir o'zi ham hayron qoladi. Qulasam. Bundan 35 yil burun men 40 yil burun mana jonajon qo'shnim akam Hatam akam 40 yil burun yorug' dunyoni ko'rganimizga rosa bugun ikkovimizda ham tug'ilgan kunimiz bo'ldi. Rostdan 20-moyni qarang. Ana, o'tdimi o'sha qoladi. Bugun qaysi? Bugun 20 aka, 20. Ana, aka. Tabriklaymiz aka. Endi yuvmasak bo'lmaydi. Bir peladan choy xolasi aka. Endi quruq qanaqa bo'lar ekan endi bu? Bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir shu turishimizcha hammamiz bir bizga kirib, bir rosa maishat qilaylik ketdik bo'lmasa. Digim kelyapti-yu. Afsus, kenizlar ham dalada. Endi bu birar kun bir o'tiramiz. Aka hijotim. Nima dedik? Hijotim aka. Sizga boshqa kun. Hozir bizga kirib, bizga ham tug'ilgan kun. Shunaqami? Bizga kiraveramiz. Nima dedik? Mayli. Ya, quruqqa hijotimi? Qanaqa nima dedik? Hijolat olmay yuraveringlar. Quruqqa hijotimi? Yuraveringlar. Quruq keldingizmi? Quruq ketaverasiz. Shu yo'l uzoqqa ketib qolma.
Abdulaziz kelib o'tadi. Xolos aka, sog' bo'ling. Qani. Ikki og'iz gaplashamiz. Ofarin, ajoyib qo'shni borsa. Sog' bo'ling, aka bitta duo qiling. Qani. Ilohim. Xudolar yuzga kirsin, bolalariga bosh bo'lsin. Qani. Allohu akbar. Ayasi. Jizbizingni qilaver endi, mehmonlar. O'zimiznikidan ham ha. Aka, bu televizorni bor ko'rsatgani shumi? Bu turishi qanaqa bu? Antiqa ko'rsatyapti bu. Ha? Aka, bu televizor o'zi pechat ko'rsatadi. Ko'rsatishiga gap yo'q aka. Bitta traktorchi qo'shnim bor. Shu traktorni olib kelib, eshigini tagiga tarilatib qo'yadi. Ada uniki tarilaydi, bizni televizor tirillaydi. Traktorchilar ham parastos bo'ladi. Hey! Aka, bular katta yo'lda yursa ham, bosh orqasiga qaramay burilar ekan. Voy, menga qara. Endi gapirar ekanman, hozir gapiraverasanmi? Nimaga endi biz orqamizga qaramas ekanmiz? Orqasiga qarasa, shopirib qo'yadi. Allohu akbar, sallallohu Şoför. O'tirganlarida bo'lardi, osh ustida qoldi. Bo'ldi, gaplashamiz. Xo'p aka, ko'rishamiz. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Salomat yaxshi. Hammomgacha, yo'lgacha ketib olasiz. Yo'q, yo'lni bo'yida tushib, amaga sekin ketaveraman aka. Maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Qalarda yuribsan? Boshimda tugun bilan to'ydan kelmayotgandirman. Hech bo'lmasa mana bu salonni olsaysiz-chi. Men qara nimasini oladim. Nima to'polon, nima zarda, nima arpayga xomurdimmi? Shu chaqirsa ham qaramasdan g'izlanib o'tib ketdingiz. Menga qara. Hozir sana arpa tarpagan ko'nglimga sig'may turibdi. Hozir joni chiqib turibdi hozir. Nima bo'ldi? Buni tushuntirib gapirsangiz bo'ladi-da. Men qayerdan bilay nimaga joni chiqyapti? Menga qara. Mana u qo'shni Anvar qismig'i bor-ku. Mahallani oldida meni sharmandamni chiqardi. Men unga ko'rsatib qo'yaman tug'ilgan kun qanaqa bo'lishini. Voy, esim qursin. Aytmoqchi dadasi. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz ekan. Hali o'rtog'ingiz Nizomjon aytib qoldi-ya, shundan bilib qolsam bo'ladimi? Shunga osh damlab beray deb brigadani baqirib chaqirgan ham qaramasdan kelaverdim dadasi. O'zim qo'l bola qilib bir osh damlab beray. Oshpashini yig'ishtir. Otib bolalarni chaqir. Mashinani itarib ol. Hozir men uni orqasidan borib adovini bermasam yurgan ekanman. Nima bo'ldi o'zi? Bolalarni chaqir. Xo'p. Hay, Jasur. Otamjon o'zi sodda, muloyimgina yigitlar-u. Akelloga aylanib ketishadi-da. Jahl chiqqan deydilar. Jahllari chiqdi. Ish qilib Xotamjon aqllarini yo'qotib qo'ymasalar bo'ldi.
Bo'lsa kirganda men chap tomonda eshik bor. O'shaga kirgan o'ng tomonda rais boshchi bo'lyapti. Rais boshchi edi. Qara. Suvni sharabati yurmadi. Xavotir olma. Ko'ngil xotirjam bo'lsin. Sekin o'zim kirib, hop. Men hozir borib bir qo'ylarni xabar olib kelaman. Qo'ylar ham chetdami? Mayli, siz bemalol qo'ylarni xabar olib, dalada o'tayapti. Har o'zingizni bosib olasiz. Ota. Ota. Birontasi kelsa, yo. Yurib bor. Hop. Qani, hop ota. Odamlarni bir gap bor-u bu bo'ladi. Shaymaydirasiz. Hammomda cho'milib maza qilarmish. Shunaqa ham bir maza qilganki, qishda ham tellaydigan qilib tashlang. Soddasini qilayotgan ishlarini qarang. Biroz aytib qo'ying. Kega, homma, kega. Hammomchi! Lama. Qaysi padarlamati meni kiyimlarimni olib chiqib ketdi? Kim qasd qildi? Men nima bo'pti dedim mana? Tinchlikmi, rais bu, ha? Tinchlik, balo tinchlik. Kiyimlarim qani deyapman. Men qayerdan bilaman? Ha, yechgan joyda turgandir. Men qayoqdan bilaman deysiz? Men qayoqdan bilaman deydi. Axir siz hammomchimisiz? Ha, hammomchi bo'lsangiz mana bu eshiklar tiqlanmasa, birontasini qulfi yo'q bo'lsa, ishlamasa, qarab o'tirishingiz kerakmi axir? Yo'q, bilasizmi? Meni qo'ylarim haligi o'rtada yuruvdi. O'shani qaragan chiqib ketuvdi. Ey, qo'ylarim. Kiyimimdan gapiring, kiyimimdan. Ha, bet ochiq turganda birov kirib tugunni, shunda tugun qilib tugib olib chiqib ketganga o'xshaydi. Mana bir palga tushib, xolos. Shoshmasin. Tuguchi dedingizmi? Ha. Xotin traktorchi boya tuguncha ko'tarib turibdi. Balki o'sha hazillashib olgandir. Xotin traktorchi. Men bilan hazillashadigan bo'lib qoptiman. Men raisman, ha? Yo'q. U men bilan hazillashmagan. Meni sharmanda qilish uchun ataylab kiyim boshlarimni o'g'irlagan. Men unga yangi traktor beraman deb yuribman. Meni qarang. G'izillang, qatdan bo'lsa ham toping kiyimlarimni olib keling. Xo'p bo'ladi. Xotim shu bugundan boshlab, shu daqiqadan boshlab ishdan bo'shatildi. Xo'p bo'ladi. Menga qarang. O'zini ham shu yerga boshlab keling. Bir abjag'inish qazayib oblag'ni. G'izillang. Xo'p bo'ladi. Ushla! Xotin mushlari! Piyoda boringlar! Salom aytaman. Salom ayting. Akamlar, hech kimga xo'rmang, siz xijolat olmang. Men bosib aytyapman, o'zim xabar olib. Menga o'zingiz qo'lingiz bilan bering. Birgalashib. Albatta. Siz xijolat olmang, uyda o'tiring. Ha, erta bilan olib boraman. Barakat toping. Salomat bo'ling. Erta bilan olib boraman.
Xotin! Xotin! Sen nima qilyapsan, bormisan? Dadasi? O'zingizmisiz, dadasi? Voy, qalay? Voy, to'xtay hozir. Shoshmay turing. Voy, mana buni. Tishlaymi, nima bo'ldi? Voy, haligi. O'zingni bos. Ana boru. Qaycha? Voy, ana do'stingiz boru, qo'shnim. Qaycha, bunda tushuntirib gapir. Anvar. Mana Anvarmi? Sizni kasalxonada dedi. Men haligi hamma yo'lda tugib tog'ora bilan bordim. Qara xotin-say. Kellang bormi, kellang. Men har birga shaxsan. Bu ketay men yangi plan. Voy, kallam. Shukrki, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ammo hamqishloqlarimizning hazillari bu bilan poyoniga yetmaydi. Keyingi hazillari boshlanguncha xayr, omon bo'linglar.